Mana 5 futbolchi o'g'li otalarining klonlariga o'xshaydi. Birinchi o'rin shunchalik o'xshashki, deyarli qo'rqinchli. Bilasanmi, plyusni bossang Ronaldo tabassum qiladi. 5-o'rin Joao Mendes, Ronaldinyoning o'g'li, hozir professional. Uni ko'rsangiz, hamma narsa El Gauchoni eslatadi. Ko'pchilik aytadi, u nafaqat tabassumni, balki maydondagi nafislikni ham meros olgan. 4-o'rin Kakaning katta o'g'li. Tabassum, imo, ishoralar va harakatlar. Jahon chempionining yosh versiyasi. Birga olingan suratlarda ikki avloddan bo'lgan egizaklarga o'xshaydi. 3-o'rin Ronnie, Phil Fodenning o'g'li. U bor yo'g'i 5 yoshda, lekin allaqachon muxlislar sevimchasi. Manchester City bayramlarida u barcha e'tiborni tortdi. Millionlab izdoshlari bor.